Mana aziz kuzatuvchilarimiz, birinchi etaj hol pardalarini ham ilib olganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa neoklassika uslubida parda qilib berdik. Mana bu kuxnya xonalari. Kuxnya xonalariga biz to'g'ridek rakvinaning tepasiga mexanizmli fason qilib berganmiz. Chunki bu yerda idish yushar ekan, o'shaning uchun imkon qadar udobniy bo'lishi uchun xohlagancha bular surishadi o'zligi. Mana tepaga, pastga qilib bu burchakroq bo'ladi. Ko'rdinglar qanaqa udobniy. Mana aksessuarlar bilan nejniy qilib qilganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana ikkinchi etaj holga chiqyapmiz. Bu yoqda bizda 3 ta hol bilan 4 ta oyna. Mana ko'rib turganingizdek, qaranglar qanaqa nejniy qilganmiz hol pardamizni. Mana chullarni sizlarga ko'rsatdik. Bu hamma mijozlarimizga birdek yoqadi. Bu chulimiz juda ham nejniy turadi tikilganda. Qani topib ko'ringlarchi, shu xonadonimizni nechta xonalarga parda tikib berganmiz.